Assalamu alaikum. Aleyküm selam Meryem. Abıyım, biz bugün nindi harfini öğrenemiz. Haydagiz bugün öğrenemiz m harfin. Hayda. Qaragız nechik bu yazıla. Haydagiz 3 tapqir aytamiz. M, 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 m. Balalar sizde aytdingiz. Ham aytdingiz. Nindi siz so'zlar bilasiz m harfini. O'ylag'iz, tabig'iz bir necha so'z m harfini. Ben o'yladim. Ayda ayt. Marmelad. O nindi damli so'z. İyi. Maymol. İyi. Menimde birov bor. Hayda ayt. Men muncha deb aytam. Yarar. Ay, biz bugün bilim yurtuna baramizmi? Haydagiz. Mana biz keldik. Haydagiz balalar, birga chaqiraylik hali m harfin. Men ichga shay sanayim, ham birga aytamiz. Assalomu alaykum m harfi chiq. 1, 2, 3. Assalamu alaikum. M harfi chiq. Chiqmay. Eshitmadi axiri. Balalar, siz mundami? Haydagiz birga. Men ichga shay sanayim. Birga aytamiz. Assalomu alaykum m harfi chiq. Haydagiz 1, 2, 3. Assalomu alaykum m harfi chiq. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh balalar. Nechik sizning hallaringiz? Allah'a şükür m harfi. Biz bir kuşat seni ko'rarga. Oy. Haydagiz balalar. Men sizga rasmlar ko'rsatam. Ham aytingiz, qaysi so'zlar, qaysi rasmlar m harfidan boshlanadi. Haydagiz 1-2 minut o'ylag'iz. Men o'yladim. Hayda. Men masjid ko'ram. Ayye. Sen İbrahim narsa ko'rasan? Men munda nimadir hayvon nimadir ketgan. Men ani masjid deb o'ylayman. Masjid izlarini ko'ram. Ayye. Ha, men miltiq ko'ram. Ayye. Balalar narsa ko'ralar ekan bizning. Mana bunda tag'in kishir bor. Ayye. Mana tundurma. Tundurma m harfini tugul. Ana мороженое deb aytib bular. Tundurma, мороженое, ye. Ham tag'in. Ham bu misvak m harfini. Misvak deb aytsak yaraymi? Ayye balalar. Allohga shukr. Allohga shukr. Qarag'iz bizning m harfini. Bo'ldi nindi so'zlar. Masjid, miltiq, machi izlari, ham misvak. Ham m harfini tugul, kishir, ham tundurma. Tundurmani мороженое deb aytibdi bular. Rahmat m harfi. Haydagiz hozir balalar. Ozgina o'qib olamiz. Mana qarag'iz. M harfi A harfi bilan do'stlashdi. Alar birga bo'lganda biz ani o'qiymiz shulay. M A ma. Sizda o'qig'iz, haydagiz. Ma ma. Ham biz sizning bilan shunday o'yin o'ynaymiz hozir.
Hozir tag'in qaraymiz, nindi so'zlar bor bunda. Mama. Mama Ani, конечно же, bizning. Hozir to'xtag'iz. Nechikdir kirgan. Ha, qarag'iz. Mana bu so'zni o'qig'iz hali. Bu harflarni va, 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 va. Hozir shunday o'yin bo'ladi. Agarda siz ko'rasiz M harfi, biz sizning bilan qo'l chabamiz. Yaradimi? Yarar. Ikkinchi harflar bo'lsa, biz ularni o'qiymiz. Aydagiz. Ketdik. O'qig'iz. Kim bilan harflarni? Kim xatirli? Ga. Ayi, ga. Tag'in. Ma. Aydagiz, qo'l chabamiz. Aydagiz. 10 taqir qo'l chabamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hozir nindi harf chiqar ekan? Nindi harflar? O'qig'iz, o'qiymiz. M harfi tugul, o'qiymiz. Ba, ba. Tag'in narsa chiqar ekan bizga? To'xtag'iz, bunisi tugul. Ma, tag'in qo'l chabamiz. Aydagiz. Qo'l chabamiz. Qo'l chabamiz. Bunisini o'qig'iz. Ga. O'qig'iz. Va. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yarar, Allohga shukr. Hozir balalar aytigiz hali. Nindi siz Alloh taolaning ismin bilasiz? M harfini. Men bilmayman. Men bir Alloh taolaning ism turida o'ylayman, shulmikan u? Aytali Ibrohim. Al-Malik. Ayye. Narsa deb atalov? Narsa deb anglata? Al-Malik. U podsho deb anglata. Alloh taolo bizning podsho. Ayye, alhamdulillah. Podsho. Mana minani Al-Fatiha surasida Malik Yawmiddin deb xatirlayman. Ayye. Tag'in qaya? Tag'in u sura An-Nas. Malikin-Nas. Kishilarning podshosi. Ayye. Alhamdulillah. Allohga shukr. Aydagiz, qarayg'ala. Qarag'iz. Balalar, Alloh taolo podshomi? Kimning podshosi u? Alloh taolo. Qarag'iz. Hayvonlarning podshosimi? Hayvonlarning podshosi. Alloh taolo bila butun hayvonlar turida. Ular turida o'ylaydi, ularni ashata, pishirdi. Bütün hayvonlar turida bila u. Ham qarag'iz, Alloh taolo yashilchalarning podshosimi? Qarag'iz, bütün ağaçlar, bütün chechaklar Alloh taologa zikr yasab o'tiralar. Allar alhamdulillah deb aytadilar, subhanalloh. Bütün yashilchalar turida Alloh taolo o'ylaydi. Agarda ağaçqa suv kerak bo'lsa, u ağaçqa narsa jibere. Nechik suvni jibere? O'ylag'iz hali bolalar. Nechik Alloh taolo biror ağaçqa suv jibere? Ayye, u bulut jiberaymi? Ham yer ostidan da suv ketib boradi. Anasini da Alloh taolo beradi. Subhanalloh. Qarag'iz, anari suv. Alloh taolo gumbalarning podshosimi? Gumbalarning podshosi. Ham
Қараңыз, деңгізде балықлар патшасы, деңгізлер патшасы. Әйеме? Қараңыз, бүтін балықлар турында Аллах Тағала біле. Бүтінісін көре, бүтінісін ішіте. Субханаллах. Миллион балық біздің деңгізлерде бар, еме? Аллах Тағала бүтінісін турында біле. Hem қараңыз, кішілер, еме? Кішілер. Аллах Тағала кішілерінің де патшасы, фәрештелерінің де патшасы, hem джиннерінің де патшасы. Субханаллах. Альхамдулилля. Әйе, Аллах Тағала бүтіні біздің турында ойлы. Аллаға шүкір. Аллах Тағала көбірек зикрлар айтырға керек. Рахмет сен, Аллах Тағала. Әйе, дұрыс, Мәриям. Қазір мен сізге bir resim ko'rsatам. Nechik Alloh Taolo gumbalarni o'stiradi. Qarayapsizmi? O'ydigiz. Qarag'iz hozir. Qarag'iz balalar. Nechik Alloh Taolo gumba o'stirib chiqaradi. Subhanalloh. Mana nechik ol yer ostidan chiqaymi? Ol gümbelerni Allah Teala o'stiradi. Mana ular kunduzda o'salar, kunduzda o'stiradi ularni. Tunni o'salar. Bunda поганкалар да бар. Нәрсе ясыйлар. Лекарства ясыйлар. Лекарства. Менә төнне күрсәтелә, ничек төнне Аллаһ Тәгалә гөмбәләрне үстерә. Субханаллах. Милость Аллаха. Аллаһ Тәгаләнең ниғмәтләре. Ağaç şekilli үсәйе, ağaç şekilli. Həməydəgiz qarayız, neçənçi ayatda, qaya yazılğan 11-ci sırayım. Qur'an Kərimdə, əydəgiz oquyuz. Allah, sen barça baylıqa patşasın. Özün tilegen kişiye baylıqını biresin, hem özün tilegen kişiden baylıqını alasın. Hazır qarağız. Şunda yasıyız resim. Siz yasıysız. Nərsədən diliysiz? Boyavdan, plastilindan, nərsə sizge aşı. M harfin yasıysız. Hem təcün. Bu setkalar bilen maturlayalasız. Nərsə var sizдің? Şunu yasağız. Mına şunu resim bizden albomga. Hem anı yasasağız. Sonraq siz yasıy alasız tundurma. Marojny indi bizning. Tundurma, marojny bula. Siz alasız. Bir stakan kefir, 2 banan, blender bilen to'g'laysız. Birer jelek salsağız da yarı. Hamma plastik stakanchiklarga salasız. Qoshiq qo'ysağız da yarı. Şol stakanchiklarni qotirasiz. Shundan so'ng ular qatqaz, o stakanchiklarni aylantirasiz. Sizning shunday marojniy bo'lib chiqadi. Ta'mli bo'lsin. Rahmat harfi. Yarar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.